Çok okşuyorum bana bir saat. Onu buradan bulayım. Bir dakika var. Kurdum. Bugün yine turnuva konuda. Evet. Alt konudaki metroda. Cennet I think alt konudaki metroda okumakta alt konudaki. Birinchi yanvarda tug'ilgan kuningiz qizim. Aya alt konudaki. Ha, birinchi yanvarda qizim. Aya alt konudaki. Ha. O ben seni al yaptı. 3 günden ki. 3 günden ki. Bu nima ya? Nima ya? Men aql aytdim. Shunaqa sovg'a berdi ichiga. Chunki Kim berdi qizim sovg'ani? Sovg'animi? Direktorimiz. Qani, bunaqa qilingchi, ko'rsatingchi. Mana hammasi. Buni men olib keldim. Buni seniki, lekin men mana ularni olib keldim-ku. Mana bu shkolashni rasistki, mana bu zvachki, bu pichina rasistki, hammasi. Bu ham rasistki. Bu shkolakni. Oo. Bu ham shkolakni. Korobkasi qani qizim? Mana kay. Bu pichina. Xursand bo'ldingizmi? Bu esa mazali. Bu da shkolakni ham bor. Lekin zvachkini. Ustingizga kiyimingizni kiyib olingchi tez. Buni zvachki deb shunday aytasan. Zvachki. Managa zvachki mana unaqa bo'lish kerak. Siz ham oldingizmi? Men allaqachon bo'ldim. Bir magazinga pulim qolib ketuvdim. Yo'q. Ishlatdingizmi? Ishlatganim yo'q deganda. Shunga mayli deb oldim. Bitta menga ham ber. Bering, ukangiz shuncha narsa beryapti-yu. Bittaginani. Onasiga ham beradi. Onasiga ham beradi. Ikkita birga chiqmaydi. Bering menga. Hammasini bersang bo'lar. Olib keling. Xurshidjon. Yo'q, men tanlamayman. Men senga shuncha narsa berar ekanman. Senga menga boshchi bermar ekansan. U kichkina-da, zvachka deb tushuntir. Pachka hozir yangi chiqqan. Zvachka shunaqa de. Pachkasi bilan bering. Men senga Pachkasi bilan bering. O'g'lim qanday qilar ekan? Shuncha narsa beryapti-ku sizga. arzimar ekan men akam. Men akamga shuncha narsa olgandim. Bitta zvachkani qizg'anib o'tiribdi. Endi men ham qizg'anaman. Bo'ldingku mana. Kerak emas. Xurshidjon bering. Endi men ham qizg'anaman. Mana bitta. Men o'zim qizg'anaman. Bo'ldi. Bitta pachkani men aka deb berdim-ku. Agar sen mening bitta pachkamni ham bermar ekansan. Bering, o'g'lim, bering shunga. Mana bir dona pachka. 2 dona verir ekansan. Bir pachka. Bir pachka emas. Mana bir pachka. Hozir o'zgina konsert eshitib o'tiray. Video qilib o'tiribsiz. Yo'q, qilayotganmi? Muzika eshitib o'tiraman. Shu qizg'anmay bering, bolam. Pachkasini beradi. Ota yana narsa kerak. Men senga mana buni berdim, aka, men dedim. Yana pulim bor edi. Men yaqin senga narsa o'tkalaman degandim. Men akamga Jonathan pachkasini 2 donagina beradi. Gapiraman menga. Aka deganlar hammasini beradi. Aka deganlar sen kerak emas. Ertaga narsa olib kelmoqchi edim senga. Aka deganlar. Podarka olib kelmoqchimisiz? Unaqa qilmaydi, Qorbobo narsasini. Kerak emas. Demisanmi? Hali mana buni ham ye. Aya qarang. Ye. Men oldim ekan. Ye, mayli. Ye. Mayli ber.
uni bir og'iz yerga tashlama. Avval bilan. Ay, men ham bitta qo'shatay. Piyolaga soling qizim, cho'ping. Musorni bir nimaga oling, cho'ping qizim. Asal, ana shunga soling, ona qizim meni. Juda ham isi ko'pda. Shu narsa? Faqat kuligim kelib qoldi. Ufting. Ufting. Kim sovg'a qildi qizim? Necha marta ishim kerak, direktor. Direktormi? Rahmat edingizmi? Deb bo'lganman. Rahmat deng, xo'p, o'sha. Ha? Yeysizmi? Yo'q. O'zingiz yeb qoling. Menga ye. Yo'q, menda zvachka bor qizim. Bitta. Yo'q, kechqurun. Mayli erta-ertaga. Hozir ochmay. Hazilga qo'yib qo'yaman. Bozorlik qilib keldim, ko'rdingizmi? Bitta o'g'lingiz bozorlik qilishni bilmaydi. Hazilga qo'yaman. Ya iflos. U gapni gapirilmasin. Bugun simichka olib keldi. Sut olib keldim. Hazilga qaramadingmi? Nima olib keldingiz? Sut. Simichka chaqib o'tirib chaqdik-ku. Bo'ta. Men seni bozorlik, men kaftlik bozorlik keldim. Xudo berdi. Men olib kelib o'tiribman. Men olib kelib qo'yibman. Men